Musulmonlar uchun tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan joy Sab'a masajid. 7 masjid haqida bugungi videoda gaplashamiz. Madina shahrida joylashgan Sab'a masajid Badr va Uhud janglari bilan bog'liq voqealarni eslatib turadi. Bu yerda qurilgan kichik masjidlarning har biri Rasululloh sollallohu alayhi va sallam va sahobalar hayotidagi muhim lahzalarni yodga soladi. 7 masjidning ichida eng mashhurlari Masjidul Fath, Masjidul Salmon Forsi, Masjid Abu Bakr, Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Fatima va Masjid Qiblatayn deb ataladi. Fath masjidi eng kattasi bo'lib, u yerda musulmonlarning g'alaba uchun qilingan duolari qabul bo'lganligi rivoyat qilinadi. Bugungi kungacha bu masjidlarning ba'zilari saqlanib qolgan, ayrimlari esa vaqt o'tishi bilan yangilangan. Sayohatchilarimiz Madinaga borganda aynan mana shu 7 masjidga tashrif buyurib, o'tmishdagi buyuk tarixni his etadilar. Bu joy musulmonlarga birlik, sabr, Allohga tavakkulni eslatib turadi. Bu 7 masjid haqida yana qanday ma'lumotlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.